Necha kira o'tdingiz? Yoshingiz necha dedi? 72 yil bo'ldi. 72 bo'lsa 54 ta. 54. Qanchadan beri jinsiy aloqa bo'lmay turadi? Sifat masalasi. Sifat masalasi 1 yildan oshdi. 1 yildan oshdi. Nimalar qildingiz? Ishlasaman. To'g'ri. Bir anu dorilar siqildi, internetdan tabletkalar bo'lmadi. 10 ta tabletka ichgandan keyin davlenani ko'tarib berdi. Tashab qo'ydi bu. Nimaga o'xshagan dorilar? Viagraga o'xshagan dorilar. Viagra emas, tabiiy mahsulotdan dedi va davlenani ko'tardi bari. O'sha tarkibida bor-da. Ko'pida tiqib yuboradi. Tabiiy deydi, effektdan bo'lsin deydi-da. Hech qanaqa effektdan bermadi. Bergan bo'lishi mumkinmi? Davlena bo'lgandan keyin tashib yubormiz. O'zi ichmay qo'ydiz-a? Nomi nima edi? Bilmem 2 marta oldimda ikkinchi yil yana olib qo'ydim. Xo'p, nimaga implant qo'ydirishga o'sha qaror qabul qildingiz? Endi boshqa iloji yo'q. Boshqa iloji yo'q. Xo'p, qarang mana qisqacha so'raydigan narslarim. Operatsiyangiz 1 soatga bormadi? Ha? Operatsiyada og'riqlar bo'ldimi? Men sezmadim lekin. Umuman sezmadim. Shlangi bezovta qildi, kateter, uretral kateter. Oyoq o'sha. Uni ham olib tashlagandan keyin hamma yoq komfortli. Hozir ham yaxshi. Muammo qolmadi hech qanaqa. Va bo'ldi, sahringiz yo'q edi? Sahr yo'q. Xo'p, jarohatingizni demak perevazga qilib turamiz, bir kunda bir mahalla. 3-4 kunda bir kelib tursiz bo'ladi. O'zimiz kontrolga olamiz. Oxirigacha o'sha jinsiy aloqada yashagunizcha biz sizni doktoringizmiz. Undan keyin ham doktoringizmiz. O'sha nimadir muammolar, urologik muammolar, baribir yosh o'tyapti, adenom rivojlanadi kelajakda. Bo'yicha ham shug'ullanamiz. 1,5 oy pauza. Aloqa bo'lishi kerak emas 1,5 oy. 10 kun, 12 kunlardan keyin ipni olib tashlaymiz. Kelasiz. Ipni olamiz. Mo'jiz salpal qayrib qo'yishimiz ham mumkin, shunaqa. 1,5 oydan keyin polni ishlatishni o'rgataman. Polni period. Polni period 1 oy, 3 oy atrofida jinsiy aloqa qilasiz ayolingiz bilan. Uylanavering. Keyin menga kelib aytib berasiz. Qanaqa bo'lyapti, nima bo'lyapti, kamchiligi bormi yoki yaxshimi oldingidan, hamma masalani gaplashamiz. Bo'ladimi? Rozimisiz? Roziman, rahmat sizlarga. Sog' bo'ling. Ha, bu yerda dorilar yozilgan. Boya ko'rsatib ketdim. Ha. 5 kun davomida ukollar, keyin tabletkasiga o'tasiz. Kapsulalarni olib bo'lgandan keyin. Kapsula tugagandan keyin tabletkaga o'tasiz, kapsulaga. Fluconazol 3 kunda bir mahal 3 ta, diklofenak svecha, longidazol svecha shularni qilib turamiz. Perevazka masalasi. Og'ir mehnat va jinsiy aloqadan saqlanish 4 hafta deyapti. Men 1,5 oy deyman. Xo'pmi? Yaxshi. Bo'ldi, shu. Rahmat sizlarga, bolalarga ham.